Mana qaranglar-da, tashkilot tuzilmasida operatsion menejment o'rni. Men hozir savol bo'ldi-yu, nimaga men hamma narsaga javob bera olmayman? Sizda org struktura degan narsa bormi? Yo'q, tashkilot tuzilmasi. O'zi kim qanaqa tushunadi tashkilot tuzilmasini? Nima deb tushunasizlar? Org struktura nima u? Korxona tashkiliy tuzilmasi kim nimaga javob berishini aniq belgilab berishdi. O'sha javobgarliklar, hududlar har bitta javobgarlik bo'lib berilishi. Ya'ni kim nimaga javob beradi? Ertaga o'sha sipochka vazifalarni bo'lib berish. Har bittasini yakuniy qiymatdagi mahsulotlarni belgilab berish kerak. O'sha har bitta bo'lim, har bitta xodim o'zini yakuniy qiymatdagi mahsulotini chiqargandan keyin korxonani to'liq yakuniy qiymatga ega bo'lgan mahsulot kelib chiqadi. Aha, o'sha tuzilmada bo'lish kerak. Tashkiliy tuzilmada bo'lish kerak. Kim nimaga javob berishi, kim kimga bo'ysunishi belgilab qo'yilgan bo'lishi. Zo'r. Vazifalar qayerdan paydo bo'ladi? Har bitta xodimning vazifasi qayerdan paydo bo'ladi? Ha? Davlatda instruksiya, davlatda yo'riqnomasi. Yana nima? Asosiy negizi nimadan, qayerdan paydo bo'ldi o'zi mana shu savollar qayerdan bo'lyapti? Strategiyadan. Strategiya qarang. Org strukturada biz ko'p xato qilamiz. Nimaga? Org strukturani men siz aytayotgan fikr to'g'ri, ammo org struktura odamga bog'laymiz. Odamning vazifasiga bog'laymiz. Asosiy vazifasi org struktura vazifasi bu jarayonlarni boshqarish. Bu o'shandan boshlash kerak. Birinchi o'chirit org struktura funksiya yozilishi kerak. Har bitta bo'limda, har bitta yo'nalishda qanaqa nima funksiyasi bor? Nima qilish kerak? Siz aytayotgan narsa 3-darajadagi narsa. U ham kerak, lekin u keyingi bo'ladigan. Birinchi o'chirit tushunib olish kerak. Mana shu podrazdeleniyada yoki mana shu bo'limda yoki mana shu joyda asosiy vazifasi nimada? Nima uchun yaratilgan? Funksiyalar yozish kerak. O'sha funksiya yozilgandan keyin o'shandan keyin siz hozir aytayotgan narsada ko'pincha bo'ladiki, men o'zim ko'p nimalar qilaman, check-uplar qilaman-da, yozishadi, chiroyli qilib, katta qilib pechatlar qo'yishadi. Birinchidan, org struktura bu har doim o'zgaradigan narsa, buni bilish kerak. Chiroyli qilib pamitnik qilib qo'yganlar bespolezniy. O'ladi bir kunmas bir kun. Neki har kun jarayonlar o'zgaryapti. Har kun bozor o'zgaryapti. Bozorga nisbatan sizning munosabatingiz o'zgaryapti. Siz o'syapsiz. Va hokazo va hokazo. Tushunyapsizmi? Bu hayotda har doimgi живой instrument. Bu instrument. Buni org strukturaga просто chizma deb o'ylab yondashsangiz yutqazasiz. Sababi bu именно instrument управления процессами. O'shaning uchun yozayotganda, yaratayotganda ko'rish kerak. Har bitta funksiya, mana butun biznesni sizlardan yaxshi hech kim bilmaydi baribir. Biznes ichida nima jarayonlar bor? Bu funksiyalar nima, qaysi nima? Ko'pincha joyda ko'raman, funksiya dublirованный bo'ladi. Bu ham javob beradi, bu ham javob beradi. Oxir oqibat hech kim javob bermaydi. Neki 2-3 ta mas'ul bo'lsa, bitta ham mas'ul topa olmaysizlar. Ana vinovat, mana vinovat bo'lib qoladi, to'g'rimi? O'shaning uchun birinchi o'chirit org struktura degan joyda funksiyasini yozish kerak. Nima uchun yaratyapsizlar bu podrazdeleniya? Nima vazifasi bor? Jamiki maqsadda har bittasini o'zining maqsadi bor, o'zi yo'nalishi bor, to'g'rimi? Har bitta yo'nalishi o'zining maqsadi bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Misol, hozir men ko'rsataman buni ham. Mana strategik menejment bizda strategiya etdik. Strategik mana maqsad qo'ydik. Zo'r yetib borishimiz kerak va hokazo. Hammaga yozdik, o'qitdik, o'rgatdik, missiya nima hamma turg'izib gapirsa, gapirib beradigan bo'lib qolgan, hammasi miyasida bor. Lekin missiya bo'lganlar, sel bo'lgani bilan boshqa bo'lganlar boshqaruvi bo'lmasa, ertaga yetkazib borish qiyin. Har bittasida strategik, har bittasida o'zining boshqaruvi bor, ha? Mana shu iqtisodiy, innovatsion, marketing, moliyaviy menejment. Eng qiziq hayotda bo'ladigan narsa har bittasi o'zining maqsadini bajargan-u, lekin kompaniya hech rivojlanmayapti. Nimaga? Shunaqa holatlar bormi? Biznesda shu narsa ko'ryapsizlarmi shu narsani? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga shu narsa? Mana shunaqa har bitta kommersiyaga qo'ysiz, savdo qilgan-u, lekin nimagadir daromad ko'paymayapti. Misol, yoki pulimiz bor-u, kassaviy razrif har doim. Yoki men biznes bilan, mana bitta savol.
biznes vladelyeslar, mayli keyinroq beraman, u keladi unga. Juda qiziq savol bor, bittasini o'zi men o'ylashim bo'yicha sizlarda og'riydigan narsa. Buni boshqaradigan, endi bilib qo'yinglar, operatsion menejment. Bu butun menejmentlarni bitta zanjirga tortadigan menejment. Jamiki maqsadga yetib borish uchun hamma menejmentlari bir-biriga o'ziga tortib, o'ziga kiritib, o'shanda rezultatga olib chiqadigan объединяющий menejment. Operatsion menejment degan har bittasi operatsiyaga ta'siri bor. Ta'siri hammasiga bor. Shuni bilib qo'yinglar. O'shaning uchun operatsion menejment vладелец biznesida ko'pincha operatsion bilan operatsionщик bo'ladi. Постоянно, neki u pojarnik ham o'zi, yutadigan ham o'zi va hokazo. To'g'rimi? Operatsion menejment mana resurslarni boshqaradi, ishlab chiqarish mahsulot. Bu hammasi bir-biriga bog'liq narsa, lekin strategik menejmentga yetib borishda birinchi o'chirt operatsion menejmentni asosiy vazifasi hammasini birlashtirish. Bu umurtqa. Mana shu umurtqaga hamma bizneslar menejmentlar bog'lanadi.